Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Shu firmamizga yana mollarimizni kelib tushdi. Bu yoq shu Xardongdagi parkingdan kelish. Bu taraf Toshkentdan kelish Juma bozor, Yangi bozori yo'li. O'sha Chinor, o'sha firmamiz. Kelaverasizlar. Kimga mollar yaxshi sifatli mollar kerak bo'lsa kelaverasizlar. Firmamiz eshigi har doim ochiq. Telefon nomerlarini tagiga yozib qo'yamiz. Kelaverasizlar. Hammanglarni kutib qolamiz. To'rkunta Parkentga yetib boradi. Mana bu fotolarni ko'ringlar. Mana toza simentallar. Mana bularni ko'ringlar. Xudo xolasa 4 kunda Parkentga yetib boradi. Mana bularni qaranglar. Hozir ko'chada 25 gradus sovuq. Juda mazali havo. Bo'pti. Shuna tog'lardan bo'g'alarni ko'rsatib qo'ying. Oldinroqga borib bir ko'rsatib qo'ying bo'g'alarni. Qanaqasidan keling? Qanaqasidan? Başka tonlarıyla mı? Buraya. Baş yürütken doğru ilacı var. Hesip gitti mi? Assalomu alaykum. Firmamizga mollarimizni kelib tushdi maniga. Orqalarini ko'rishinglar mumkin. Hammasi bir xil. Korobka narsalar. Mana hech qaysini ko'ti yo'q. Bir narsa emas. Hammasi korobka. Chiroyli narsalar. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana mollar. Hammasi bir xil. Mana somon yeyapti. Sizlar yem bersanglar, o'sha bilaveringlar qanaqa o'zgarishini, rezultat bo'lishini. Polvon mollar hammasi. Ichida bironta kasali yo bir narsasi yo'q. Yo'lda yurib ozgina charchaganni hisobga olmasak, hammasi zo'r mollar. Mana bellarni qaranglar. Mana bellar mollarni. Mana basharasi, ayiq bashara. Bunday ayiq polvon bo'yotibdi. Tozalari keldi. Ko'rasizlar? Toza, chiroyli zo'rlar. Mana ularni qaranglar. Mana orqasini qarang. Qaranglar. Mana mollarimiz. Yeb tishlari mana ko'ryapsizlar, zo'r. Mana uslari ham hammasi bir xil.